Assalomu alaykum. Bugun ko'rsatadigan uyimiz, ya'ni Shavkat akam uyi, Qirg'izistondan adashmasam, 2 qavatli uy chizmasini ko'rsatamiz. Uyimizni o'lchami aytib o'tganimizdek, 3D variantini ko'rsatib o'taman sizlarga. Mana shunday ko'rinishda uyimiz. Endi uyimizni o'lchami 12 metrga 10 santimetr, 9 metrga 35 santimetrdan iborat 2 qavatli uy chizmasi. Har bir qavatida dushoylari bor, hammomlari bor. Hozir bir chekkadan tushuntirib o'tamiz do'stlar. Bu padushkasi polni eni 60 santimetr, bo'yi 40 santimetr berganmiz. Agar imkoniyatingizga qarab, yana 60 santimetr qilsangiz ham bo'ladi bo'yini. Ko'rib turganlaringdek, kirganimizda katta hol joylashgan. Holimizni o'lchami 530 ga, bo'yi 530 ga, eni 3 metr 30 santimetrdan iborat. Bismillah deb o'ng tomonga o'tganimizda katta gostinniy, ya'ni mehmonxonamiz bor. Mehmonxonamizni o'lchamiz 860 ga. Bu padushka o'lchami, fundament o'lchamini ham tushuntirib o'taman do'stlar. Albatta kuzatib turinglar bizni. 860 ga 330 o'lchamdagi katta mehmonxonamiz joylashgan. O'ng tomonga, chap tomonga o'tadigan bo'lsak, ya'ni 4 metrga 330 o'lchamdagi bitta xonamiz bor. Ya'ni oshxona sifatida foydalansa bo'ladi. Bu yerda oshxona qilib. Pastda yana bitta xonamiz bor. Bu spalni, ya'ni kattalarda spalnisi qilib joylashsak bo'ladi. 4 metrga 330 o'lchamdagi, ya'ni spalnimiz bor. Bu yerda esa hammomni joyi qoldirganmiz. Ya'ni 180 ga 330 o'lchamdagi hammomni joyi joylashgan. Bu do'stlar padushka o'lchami hisoblanadi. Hozir devorga, ya'ni fundament o'lchami bo'lgandan keyin bu xonalar yana ham kengayadi. Ya'ni 20 santimetrdan qo'shilib boradi do'stlar. Erkaklarimizni o'lchami ko'rib turganingizdek, har bir o'lchamlar qo'yilgan. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Endi do'stlar fundament o'lchamiga o'tadigan bo'lsak, fundamentimizni o'lchami, ya'ni eniga, bo'yiga 12 metr 10 santimetr, 9 metr 35 santimetrdan iborat do'stlar. Kirganimizda boyagidek holimizni o'lchami boya aytib o'tganimizdek 530, buyog'i esa 544 ga 3 metr 50 santimetrdan iborat holimiz bor. O'ng tomonga o'tganimizda katta mehmonxonamiz bor. Ya'ni mehmonxonamiz 8 metr 70 santimetr 75 santimetrdan iborat. Mana bu yerda 3D variantlarini ham ko'rsatib boraman, tumbalarni ham. Ko'rib turganlaringdek 875 ga 350 o'lchamda katta mehmonxonamiz bor. O'ng tomonda, ya'ni oshxonamiz bor. Chap tomonda 3 metr 50 santimetrga 4 metr 17 santimetrdan iborat oshxonamiz joylashgan do'stlar. Bu yerda kattalar xonasi plus dushovoy kabinasi bilan birga do'stlar. Kattalar xonasi 4 metr 20 santimetrga 3 metr 50 santimetrdan iborat kattalarda xonasi bor do'stlar. Ko'rib turganlaringdek, plus ichida dushovoy kabinasi bor. Dushovoy kabinasining o'lchami 2 metrga 1 metr o'lchamdagi dushovoy kabinamiz joylashgan. Umumiy hammomimiz o'lchami 2 metrga 230 o'lchamdagi umumiy hammomimiz joylashgan. Bu yerdan zinadan, mana bu yerda zina qo'yiladi, hozir ko'rsataman. Devor va eshik romlarini o'lchamlariga yetib keldik. 3D variantini mana bu yerda ko'rsak bo'ladi. Qandaydir sizlarga xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, shunday uy chizmalar kerak bo'ladigan bo'lsa do'stlar, albatta Botirjon 87x Telegram deyishganimizga yozsangiz ham bo'ladi. Bu birinchi qavatda eshik romlarining o'lchamlari, ko'rinishi va joylashuvlari mana shunday ko'rinishda do'stlar. Endi birinchi etaj, ya'ni birinchi qavat. Birinchi qavatga kirganimizda eshik o'rtada, ikki tomonda oynali qo'yilgan. Shu освещение, ya'ni yorug'lik koridorga tushib turish uchun ham koridorimizni kvadrati, ya'ni 19 kvadratdan iborat do'stlar. Mehmonxonamiz ko'rganlaringdek katta, eshigi bu yoqdan qo'yilgan, kvadrati 32, почти 33 kvadratdan iborat do'stlar. Chap tomonga o'tganimizda oshxonamiz 16,79 kvadrat, ya'ni 17 deyarli. Eshiklarimiz o'lchami 90lik qo'yilgan, har bir eshiklarga bo'yi 210 o'lchamlari qo'yilgan. Bu yoqda zinamiz bor. Zinadan ikkinchi qavatga o'tib ketamiz. Bu yoqda kattalar xonasi, bitta oyna orqa tomonga qo'yilgan. Mana bu yerda eshik, dushovoyga eshik qo'yilgan. Bu yoqda kattalar
umumiy hammomi joylashgan. Umumiy hammomimiz zinani tagidan eshigi bor. Mana bunday ko'rinishda, mana ko'rib turganlaringdek. Endi zinani tagida zinaga xalaqit bermagan holda eshik qo'yilgan do'stlar. Mana shunday ko'rinishda xonamizni 3D variantlari mana shunday bemalol ko'rsangiz ham bo'ladi. Mehmonxona, endi katta, juda katta mehmonxona talablarga binoan umumiy hammom, yonida dushovoy, kattalar xonasi, ichida dushovoy kabinasi bilan birga do'stlar. Endi ikkinchi qavatga o'tadigan bo'lsak, sesma tortilgani shunday ko'rinishda o'ta ajoyib uy chizmasi bo'lib chiqqan, juda chiroyli. Shunday ko'rinishda. Ikkinchi qavatga o'tadigan bo'lsak, mana shunday ikkinchi qavatda balkonlar bilan joylashgan do'stlar. Balkonlar bilan o'ta ajoyib, o'ta chiroyli uy chizmasi balkonlar bilan ko'rilgan. Mana shunday ko'rinishda chiqqanimizda xuddi pastdagi xona, ya'ni mehmonxonamiz ikkiga bo'lingan. Chiqqanimizda zina, holimiz 544 ga 350 o'lchamda holimiz joylashgan. Holimizda mana bu yerga o'tadigan bo'lsak, ya'ni mehmonxonaning tepasida ikkita eshik joylashgan. Biridan biriga kiradigan, ya'ni kirganimizda bitta katta xona bor. U xonadan eshik orqali bu xonaga o'tamiz. Hozir men sizlarga eshiklar bilan ko'rsatay. Mana shunday ko'rinishda 65 kvadrat metrdan kirganimizda spalni, bu ham spalni. Spalnining ichida dushovoy kabinasi bor, spalni joylashgan do'stlar. Umumiy hammomimiz mana bu yerda joylashgan. Bu yerda ham bitta xona bor, bu yerda ham bitta xona joylashgan do'stlar. Ko'rib turganlaringizda mana shunday ajoyib uy chizmasi 3D varianti mana shunday ko'rinishda. Kirganimizda bitta, ikkita o'ta chiroyli xonalar joylashgan. Mana shunday ko'rinishda. Endi mana sesmalar tortilgan, hammasi o'ta chiroyli. Mana shunday qo'yilgan. Bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Tom qismiga keladigan bo'lsak, tom qismi mana shunday erkakli tom qismi. Mana shunday tom qismi do'stlar. Ko'rib turganlaringdek o'ta ajoyib uy chizmasi bo'lgan. Tom qismi. Ko'rinishi birinchi qavatdan. Imkoniyatingizga qarab podushka, fundamentlarni bo'yini bemalol cho'zsangiz bo'ladi. Biz fundamentimizni bo'yini 80 qilganmiz. Agar 1 qilsangiz ham bo'ladi, imkoniyatingizga qarab 60 qilsangiz ham bo'ladi do'stlar. Shunday ko'rinishda o'ta ajoyib uy chizmasi. Agar sizlarga uy chizma kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Mana shu Telegram kanalimiz bo'ladi, lishkamiz bo'ladi. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ilhom aka, sizga ham katta rahmat. Buyurtmangiz uchun tayyor bo'ldi. Xudo xolasa yaxshi kunlarda qurib, bitirib, videosini qilib jo'natasiz degan umiddamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.